Assalomu alaykum do'stlar. Ozodbek Vanzar kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlarni Amerika kanalida qanday yurgizish haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Men ham bu kanalni yaqinda ochdim. Yurgizishni boshladim, hozir ko'rib sizga to'liqroq ma'lumot beraman do'stlar. Bu kanal o'yin yo'nalishida o'zi hech qachon Amerika kanali ochsangiz birovga ko'rsatmang, o'zbek auditoriyaga aynan masalan do'stingizga tashlab kanalga obuna bo'l deb aytmang. Bu kanalingiz sirli bo'lishi kerak. Nimaga degan savolga videoni masalan o'zingiz ham ko'rishingiz taqiqlanadi. Videoni o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin emas. Nimaga desangiz, o'zingiz ko'rsangiz O'zbekiston auditoriyaga ko'tarilib ketadi. U faqat rekomendatsiyada O'zbekistonda chiqishni boshlaydi. Shuning uchun ko'rmasdan faqat inglizcha hashtaglar, yozuvlari inglizcha yozib turib yuklab videoni o'zingiz ham ko'rishingiz kerak emas do'stlar. O'shanda Amerika auditoriyaga ko'proq chiqadi do'stlar. Chunki ingliz tilida videoyingiz o'zbeklar ko'rmayapti. Faqat Amerika chet el auditoriyalariga ko'proq rekomendatsiya chiqadi do'stlar. Bu o'yinda masalan mana videolar, shorts videolar ko'proq joylangan. Shunchaki o'yin video men qiziqishga ochib ko'rdim. Amerika kanali qilib mana ko'ryapsizlar, hashtaglar hammasi ingliz tilida. Mana uncha ko'rilmagan hali. Mana mualliflik huquqi ham bor ekan. Bu yerda videolar ko'chirib olsangiz, mana do'stlar hech qachon videolarni birovdan ko'chirib olmang. Faqat o'zingiz qiling. Kanal yurityapsizmi, nimaga degan savollar bor. Bu kanallarda masalan mana avtorskiy video keladi. Mana bularni o'chirib yuboramiz. Mana ko'rib turibsiz, mana olib tashlangani mana o'chirib yuboramiz bularni. Videoni mana YouTubedan ko'chirib olib yuklamang do'stlar. O'zingiz yangi kanal ochdingiz, videolar o'zingiz qiling. Bo'lmasam avtorskiy bersa, agar 3 marta 90 kunning ichida 3 marta strike tushsa, kanalingizga yopilib ketadi do'stlar. Amerika kanalida yuritish juda oson. Bu o'yin o'ynab ham videolar joylashingiz mumkin. Gapirishingiz ham shart emas do'stlar, inglizcha. Faqat video gapiradi. Hech narsa o'yin xolos. Bemalol videolar jo'natib, buni analitikasini ko'rsatib o'taman do'stlar. Hozir video yuklagan uncha vaqtim bo'lmayapti. Mana 20 marta ko'rilibdi. Hozir buni nastroykasiga kiramiz. Mana kontentlar bo'limiga o'tamiz. Mana likelar plus mana 92 ta obunachi bo'lgan ekan. Ko'rilyapti, hozir 43% ko'ryapti, 57% ko'rmasdan o'tkazib yuboryapti kanalni. Mana short asmasida 79% chiqibdi. Mana TikTok, PUBG, Tom, mana mashlar YouTube qidiruv iboralari ekan bular. Mana taklif qilgan kontent. Mana kontentning 92% shu chiqqanlari mana. Endi auditoriyani ko'rib chiqamiz do'stlar. 19,9 ming marta ko'rilibdi kanal. 91 bitta obunachi. Yoshi eng yuqorisi mana 25 yoshdan 34 yoshgacha 44%, keyingisi 35 yoshdan 44 yoshgacha 24,2% ko'rar ekan do'stlar. Mana ko'rishingiz mumkin. Erkaklar 50 ga 50 ekan, erkak ayollar mana foydalanuvchi belgilanmagan yo'q ekan. Mana do'stlar, men videoni ko'rsatdim. Mana sizlarga mana O'zbekiston auditoriyaga ko'tarilib ketdi do'stlar video. Shuning uchun bu kanalni uncha yuritmayapman. Yangi kanal ochdim albatta. Bu kanal mana bitta o'zim videoni bittasini o'zim ko'rib qo'yganim uchun mana 27,5% O'zbekiston auditoriyaga ko'tarilib ketdi do'stlar. Shuning uchun videolarni hech qachon ko'rmang. O'zingiz yuklagan videolarni inglizcha yozib Amerika auditoriyaga ko'tarilishiga yordam beradi do'stlar. Hashtaglarni Vidik programmasidan topishingiz mumkin videoyingiz uchun. Undan bemalol foydalanishingiz mumkin. Mana ko'ryapsiz, tagida qolgan videolar mana Hindistondan ko'rilgan, Indoneziya, Vyetnam, Rossiya. Mana obuna taglavhasiz 100%, obuna bo'lmaganlar 99,4%, obuna bo'lgan 0,6% tashkil qiladi do'stlar. Mana kanalni sizga ko'rsatib o'tdim do'stlar. Amerika kanalida yurgizish shartlari shulardan iborat do'stlar. Videolar o'zingiz yuklagan videolaringizni ko'rmang, like ham bosmang, hech kimga ko'rsatmang, faqat videolar yuklang. Do'stlar, bu albatta natija beradi bir kun kelib. Bir kun kelib deganda qancha 1 yil kutamanmi emas. Yuklaysiz va sabr, hech narsa o'z-o'zi bo'lib qolmaydi. Sabr qilasiz va videolaringiz rekomendatsiyaga chiqib, YouTubedan yaxshigina daromad olishingiz mumkin do'stlar. Video yoqqan bo'lsa likelar bosib qo'yinglar do'stlar, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Yana ham qiziqarli videolar va yana ham qiziqarli kanallarda keyingi videolarda ko'rsatib o'taman do'stlar. Rahmat hammaga, obuna bo'lib qo'ying.